Hozirgi vaqtda dunyo bo'ylab 100 milliondan ortiq uysiz, pulsiz, noilojlikdan ko'chada yashaydigan odamlar bor. 735 million odam ovqat topolmaganligi sababli och qorin bilan uyquga yotadi va ulardan 25 ming nafari ertaga uyg'onmaydi. Eng achinarlisi, shu 25 mingtani orasidagi 10 mingta hali 5 yoshga to'lmagan yosh bolalar. Ko'rinmaslar. Odatda men boshqalardan kechroq uxlayman. Shuning uchun fojia paytida hali uyg'oq edim. Kompyuter o'yinlariga berilib ketgandim. Avval shinalar chiyilladi, keyin metallning dahshatli jarangi eshitildi. Men buni oddiy yo'l transport hodisasi deb o'yladim. Lekin shu payt deraza tomondan zumrad rangli chaqnash yorib kirdi. Yorqin, deyarli jismoniydek, u nafaqat tunni, balki atrofdagi uylarni ham teshib o'tdi. Aynan shunday, teshib o'tdi. Monitor ortida xonamning devori bor edi, lekin uning ortida g'ayrioddiy nur ichida ko'chaning narigi tomonidagi qo'shnilarni o'z yotoqlarida ko'rdim. Bu faqat bir lahza davom etdi, chunki yashil yorug'lik to'lqini juda katta tezlikda o'tib ketdi. Ammo men har bir uy ichidagi xonalar, buyumlar va odamlarni ko'rishga ulgurdim. Go'yo kimdir butun uyni rentgen qilgandek va tasvirni mening devorimga proyeksiya qilgandek edi. Qo'rquvdan o'sha tomondan kelayotgan yorug'lik manbaiga o'girilib qaradim. U sahnadagi proyektor kabi pulsatsiya qilib turardi. Kuydiruvchi va ko'zni qamashtiruvchi. Aynan unga tik qaraganimda eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bir lahzaga hatto o'z ko'zlarimning ichki tuzilishini va yuzim suyaklarini ham ko'ra oldim. Bosh suyagimning old qismini ichkaridan ko'rdim. Bo'lib o'tgan voqeadan keyin ko'nglim aynib qusib yubordim. Ertasi tongda qo'limda kir latta bilan o'zimga keldim. Qusundini deyarli hammasini tozalabman. Keyin esa o'chib qolganmanmi? Bilmadim. Tozalashni tugatgach, dahshatli bosh og'rig'i bilan kurashib, dush qabul qildim. Yashil nurning aks sadosi hanuz ongimda miltillab turardi. Lekin bo'lib o'tgan voqea tushga o'xshab qolgandi. Qanday qilib men devorlar orqali ko'ra olgan bo'lishim mumkin? Kvartiradagi qo'shnilar allaqachon ishga ketishgandi. Demak, ularga hech nima bo'lmagan. Menda esa ularning ortidan borish uchun hech qanday imkon yo'q edi. Hatto shu zahoti yo'lga chiqsam ham kech qolardim. Hech bo'lmaganda bu safar xirillagan ovozni taqlid qilishga to'g'ri kelmasdi. Alo, dedi boshlig'im. Men ishga bora olmayman. O'zimni juda yomon his qilyapman. U jim qoldi. 15 soniya sukutdan so'ng signal tovushi eshitildi. G'alati, lekin bunga xavotir olishga kuchim yo'q edi. Og'riq qoldiruvchi ichdim, boshxonada o'tirib suv icha boshladim, to bir narsa esimga tushguncha. Bulutli osmon ostida tashqariga chiqqach, yorug'lik manbasini aniqlashga harakat qildim. U xuddi mayoqdek chiqqan nurlar kabi tarqalardi. Katta tezligiga qaramay yo'nalish haqida umumiy tasavvur hosil qilish mumkin edi. Kerakli burchakni topib, asfaltni ko'zdan kechirdim. Bir nechta shina izlari bu yerda nimadir sodir bo'lganini ko'rsatardi. Kamida 3-4 ta yuk mashinasi keskin tormozlagan yoki burilgan. Bu izlarning markazida kichkina kuygan dog' bor edi. Go'yo nimadir yerning ustida yonib, yo'lni biroz kuydirib ketgandek. Kulrang osmondan mayda yomg'ir yog'a boshladi va men qoraygan iz asta-sekin yuvilib ketayotganini ko'rdim. Shamollab qolasan azizim. Men o'girildim. Bu ko'chaning narigi tomonidagi ayvondan qo'l silkitayotgan qariya edi. Xayrli tong, Mrs. Harwell. Yomg'ir boshlanyapti. Yana baqirdi u. Rahmat, Mrs. Harwell. Baland ovozda javob berdim. U faqat men eshigimgacha yetib kelganimni ko'rgach ichkariga kirdi. Ayol har doim yaxshilikni istardi, garchi g'amxo'rlikni eski uslubda namoyon qilsa ham. Men deraza yonida u ko'zdan yo'qolgancha kutdim-da, mashinamga yo'l oldim. Qahva menga toza havo kabi zarur edi. Uyda esa u tugab qolgan. Eng yaqin Starbucksdagi navbat yo'lgacha cho'zilib ketgandi va bir necha yildan beri ilk marta mashinadan tushib ichkariga kirishga qaror qildim. Navbatda turgan paytimda ham odamlar doim meni turtib, oldinga siqilib o'tishga harakat qilishardi. Faqat ovozimni balandlatib, navbatga rioya qilishini talab qilganimdan keyingina tinchishdi. Kassaga yetgunimcha asabim tarang holatga kelib bo'lgandi. Barista orqamdagi odamdan buyurtma so'radi. Ey, Men o'girildim, o'sha Ramasga qarab, lekin u hech narsaga e'tibor qilmay buyurtma berdi. mocha frappuccino iltimos.
Baristaga qarab qo'limni stul ustiga qo'ydim. Siz mazax qilyapsizmi? U ko'z qisdi. Uzr, sizni sezmabman. Sizga nima? Sezmadingiz? Tishlarim orasidan gapirdim. Venti, qora. U kassaga cho'zildi, lekin to'xtab qoldi. Go'yo nima uchun kelganini unutgandek. Venti, qora. Men o'zim xohlamasdan balandroq baqirib yubordim. U titrab ketdi. Ha, albatta. Men bir chetga o'tirdim. 1 daqiqa, 2 daqiqa. Frappuccino bilan o'sha yigit ketib qoldi. Men hisob stoliga egildim. Buyurtmani tayyorlash uchun 3 daqiqa vaqt ketmasmidi? Kofe mashinasi oldidagi barista bir qarab qo'ydi-da, yana o'girildi. Yana 10 daqiqa o'tib, men portladim. Ey, men 15 daqiqadan beri qahvamni kutyapman. Qiz nihoyat menga qaradi. Uzr. U venti stakanni oldi, lekin ikkilanish bilan to'xtab qoldi. Men nima qilayotgandim? Hayotimda ilk bor odamlar orasida baqirdim. Qora, venti, kofe. Bu e'tibor qaratdi, lekin men kutgan turdagi emas. Menga qattiq nigohlar qaratildi. Kassadagi o'sha yigit esa shunday dedi. Janob, agar tinchlanmasangiz sizdan chiqib ketishingizni so'rashimga to'g'ri keladi. Uzr. Men ovozimni pasaytirib bir qadam ortga chekindim. Kechirasiz. Qiz qahvani stolga uloqtirdi. Navbatdagi hamma menga nafrat va qo'rquv bilan qarardi. Ichkariga kirayotgan bir yigit meni qattiq turtib yubordi. Qahva qo'limdan tushib yerga to'kildi. Nima, mazax qilyapsizlarmi? Lekin u hatto orqaga qaramadi. Navbat oxiriga turib menyuga tikilib qoldi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Nima? Bugun ham ahmoqqa aylanib qoldimi? Mashinamga qaytib, men qahvani oynadan olishga qaror qildim. Navbatda 20 daqiqa kutdim. Barista esa mikrofon orqali meni e'tiborsiz qoldirdi. Oynaga yaqinlashganimda ham uni ochishlarini kutib tura olmadim. G'azab bilan supermarketga yugurdim. Men maydalangan qahva paketini olib navbatga turdim. Kassir orqamdagi xaridorning mahsulotlarini skanerlashni boshladi. Ey! Men hammaga eshitiladigan qilib baqirdim. Kassir va xaridor ob-havo haqida suhbatlashib, mahsulotlarni skanerlashda davom etardi. Ayol to'lovni amalga oshirib, hatto qarab ham turmay meni itarib o'tib ketdi. Men esa to'xtab qoldim. Kassir navbatdagi xaridorga xizmat qilayotganini kuzatdim. G'azabim oshdi, lekin birdan tushundim. Nimadir sodir bo'lyapti va bu hech qachon fitna yoki tomosha bo'la olmaydi. Juda ko'p odamlar turli joylarda va hatto boshliq ham u telefonni o'chirib qo'ydi. Go'yo qarama-qarshi tomonda hech kim bo'lmagandek. Men nima uchun va qandayligini bilmasdim. Lekin fakt bu fakt. Men ko'rinmas bo'lib qoldim. O'z qo'llarimni, tanamni va oyoqlarimni ko'rardim. Va odamlar menga to'g'ri qarashsa, meni ko'rishlari mumkin edi. Lekin ular ko'rinib turibdiki, meni mavjudligimni juda qiyin sezishyapti. G'alati bir hisga ergashib, men qo'limda qahva paketi bilan kassadan ortga chekinishni boshladim. To'lash ahmoqlikdek tuyulardi, chunki hech kim meni sezmayapti. Shunga qaramay men urinib ham ko'rdim. Eshik oldidagi xavfsizlik xodimi titrab qo'limni ushlab oldi. Janob, siz pulni to'ladingizmi? Kim olsin? Ha, albatta. Bunaqaga o'xshamayapti. Dedi u, belidagi ratsiyani olib, yordam chaqirishga harakat qilib. To'xtang. Men yarim vahimada dedim. Bunday holat men bilan hech qachon sodir bo'lmagandi. Menda chek bor, mana. Men cho'ntagimga qo'limni soldim. U esa meni qo'yib yubordi. Men qahvani e'tiborni chalg'itish uchun bir tomonga uloqtirdim. Xavfsizlik xodimi uni havoda ushlab qoldi. Men esa yugurib yomg'irli ko'chaga otildim. Nima bo'lyapti o'zi? Demak, men ko'rinmas emasman. Hech bo'lmaganda jazosiz o'g'irlik qiladigan darajada emas. Ammo qo'riqchi meni navbatda turganimda yonimda emasdi. Ichimda qat'iy tuyg'u bor edi. Hatto pulini to'laganimda ham u meni to'xtatgan bo'lardi. Boshim yorilaydek og'rirdi. Holdan toygan holda uyga mashinani haydab bordim va yetib kelgach yomg'ir ostida mashinada o'tirib, nima qilishni o'yladim. Taxminan 15 daqiqa davomida internetdan shunga o'xshash holat haqida hech bo'lmasa biror ma'lumot topishga urindim. Biroq natija yo'q. Shu payt qo'shnilar mashinada kelishdi.
Men shu bularni yo'lning yarmida quvib yetdim. Lukas yengil meni yelkamdan ushlab tortdi. Sen bizni ko'ryapsanmi? Men esa javob o'rniga so'radim. Sizlar bilan ham qandaydir ahmoqona narsa sodir bo'lyaptimi? Saymon yuzidan yomg'ir tomchilarini artdi. Ishda xuddi hamma aqldan ozgandek. Mijozlar bizni e'tiborsiz qoldirishdi. Kun oxiriga kelib esa umuman payqamay qo'yishdi. Yomg'ir ostida turish qo'rqinchli edi, lekin hech bo'lmaganda yolg'iz emasdik. Kelinglar ichkariga kiraylik. Oshxonaga joylashib, pizzani pechga qo'ydik va nima bo'layotganini tushunishga harakat qildik. Do'stlar va qarindoshlarga qilgan qo'ng'iroqlarimiz qabul qilindi, ammo simning narigi tomonidagi odamlar go'yo bizni eshitmayotgandek edi. Onamning alo deganini eshitib o'tirishimga to'g'ri kelganida yuragim siqilib ketdi. Go'yo qo'ng'iroq meni raqamimdan kelganini u xiratar zanglayotgandek va men gapirganim sari uning ovozi tarang va qo'rqinchli tus olardi. Qandaydir darajada u nima bo'layotganini bilayotgandek edi, garchi buni ongli ravishda tushuna olmasa ham. Boshqalar esa bunday sezgirlik ko'rsatmadi. Go'yo biz dunyodan o'chirilib tashlagandek edik. Pizza isidi. Uni chiqarib kesishni boshladim va birdan qotib qoldim. Yigitlar, Lukas va Saymon yashil yorug'lik haqida bahslashayotgandi, lekin darhol jim bo'lishdi. bugun men kofe sotib ola olmadim, dedim men pizza pichog'iga qarab. Avvaliga qiyin bo'ldi, keyin esa hatto do'konda ham imkonsiz bo'lib qoldi. Agar umuman ovqat sotib ola olmay qolsak-chi? Saymon kuldi, lekin uning kulgusida vahima sezilib turardi. Qanaqasiga ola olmaymiz? Shunday, dedim men javonlarni ochib, zaxiralarni sanab. Guruch, 4 ta Tunis bankasi, bitta loviya. kassir shunchaki meni ko'rmadi. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kassasidan foydalanamiz, taklif qildi Lukas. Qo'riqchi meni kofeni o'g'irladi deb o'ylab to'xtatdi. O'ylaymanki, istalgan do'konda ham shunday bo'ladi. Hatto pulini to'lasak ham bizni to'xtatib, ovqatni qaytarib olishadi. Saymonning yuzida dahshat aks etdi. Hatto pulini to'lasak ham endi ishlay olmaymiz. Pul bo'lmaydi. Balki bu vaqtinchalikdir. E'tiroz bildirdi Lukas. Ertaga o'tib ketar yoki bir haftada. Men muzlatgichni ochdim. Agar o'tib ketmasa-chi? Biz ikkita muzlatilgan pizza va qoldiqlar bor xolos. Shu uyda ochlikdan o'lishimiz mumkin. Yo'q, mayli, jin ursin, ekonom qilamiz. Lukas zaxiralarni yozib chiqdi. Yarim quti guruch, 4 ta Tunis bankasi, 1 banka loviya, 2 ta pizza. Go'sht va makaronni birinchi bo'lib yeyish kerak. Jami taxminan 9000 kaloriya, dedi u telefonni olib. Bu yerda yozilishicha 20 yoshlardagi erkakka kuniga taxminan 2500 kaloriya kerak ekan. Lekin 1000 kaloriya bilan ham yashab turish mumkin. Balki undan ham kamroq, agar juda qattiq cheklansak. 3 kunga yetadi, Pichirladi Saymon. O'g'irlash mumkin, dedim men. Shunchaki do'kondan olib chiqib ketish. Lukas boshini chayqadi. Agar ushlasalar, qamoqda bizni unutishadi. Biz kamerada ochlikdan o'lamiz. Boshqa variant qolmadi. Qanday qilib zamonaviy odamning uyida faqat bir necha kunga yetadigan ovqat qolgan bo'lishi mumkin? Boy mamlakatda qanday qilib och qolishimiz mumkin? O'sha kuni biz bu dahshatga ishonmadik. 5 ta do'konni kezdik. Nima qilishimizdan qat'iy nazar, to'laganmizmi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kassasidan foydalanamizmi yoki mahsulotni o'zimiz skaner qilamizmi? Baribir qo'riqchilar, xodimlar, ba'zan esa boshqa xaridorlar ham ovqatni topshirmagunimizcha bizni quvladi. Ularning bizga bo'lgan munosabatida qandaydir manyaklik hissi va dushmanlik sezildi. Go'yo biz insonlardan bir pog'ona pastroq edik va biz bir necha ko'kargan joylar bilan qaytdik. Haqiqiy politsiya bilan nimalar bo'lishi noma'lum. Shuning uchun taslim bo'lib, och holda uyga qaytdik. Bu o'tib ketadi, dedi Lukas qat'iy. Uxlashimiz kerak va hammasi tugaydi. Lekin men o'sha kecha uxla olmadim. Biz o'lim xavfi ostida edik va har bir daqiqa tirik qolish imkoniyatimizni kamaytirardi. Garchi hozircha tahdid bo'lmagan bo'lsa ham, jamiyat hali ham biz uchun mavjud. Biz esa sivilizatsiyalashgan yoshlar edik. Birgalikda kurashamiz, dedi Lukas. Men shiftga qarab termulib yotardim. Internetdagi qidiruvlar foyda bermadi. Bizning ko'chamizga nimadir olib kelishgan.
U portlab bizni zumrad rangli nurlar bilan to'ldirgan va bu nur bizni inson ongidan o'chirib tashlagandek edi. Bunday ishni kim qilishi mumkin? Tong otib, quyosh nuri ko'zimga tushganda bosh og'rig'i biroz yengillashdi. Ertasidan shishgan ko'zlar va charchoq bilan biz pitssani bo'lib yedik. U ajoyib edi, chunki bu kun davomida yeydigan yagona ovqatimiz edi. Kecha Saymon yuzlab odamlar va tashkilotlar telefon raqamlarini yozib, yordam bera oladiganlarni topishga harakat qilgan va kun bo'yi ularga qo'ng'iroq qildi. Lukas esa ovqat bo'lishi mumkin bo'lgan barcha oziq-ovqat do'konlari, restoranlar va bozorlarni kezib chiqdi. Men esa soatlab o'yladim, yechim, chiqish yo'li yoki nimadir topishga harakat qildim. Kaloriyalarni tejash uchun iloji boricha kam harakat qilishni xohlardim. Lekin hatto bu ham ish bermadi. Lukasning yoqilg'isi tugagach, u benzin quyuvchilar naqd pulni olmayotganini va kolonkalar uning kredit kartasini o'qimayotganini aniqladi. Telefon orqali aytishicha, mashina kartani slotga solganini ham sezmagan. Benzin kolonkalari xato haqida hech narsa ko'rsatmagan, shunchaki ishlashni istamagan. Vaziyat yomonlashdi. Men Lukasni olib mashinani kirish yo'lagiga to'xtatdim. Meni bakimda ham ozgina benzin qolgan va bu bizdagi yagona yoqilg'i ekanligi aniq edi. O'sha kecha biz xonalarga tarqalib ketmadik. Stol o'yinlarini o'ynadik. Charchoq birma-bir bizni yiqitmaguncha. Men oxirgi qoldim. Saymon va Lukas esa o'yinning maydonida uxlab qolishdi. Men o'zimga savol berdim. Ularni yana shunday ko'rishim mumkinmi? Uxlash tufayli emas, balki o'lim tufayli. Agar ish shunday darajaga yetadigan bo'lsa, nima qilaman? Ertalabgacha savol javobsiz qoldi. Ishlaring tugaganda qiziq narsalar sodir bo'ladi. Ish yo'q. Hech kim sen bilan gaplashmaydi. Sen esa qo'lingdan kelgan hamma narsani sinab ko'rgansan. Hammaga qo'ng'iroq qilgansan. Har bir imkoniyatni tekshirgansan. Har bir burchakka qaragansan. Sen faqat tirik qolish haqida o'ylay olasan. Lekin tirik qolish haqidagi fikrlar ham tugaydi. Va shundan keyin umuman hech narsa haqida o'ylamay qo'yasan. Biz oxirgi ovqatni yedik va yana stol o'yinlariga o'tirdik. Shunday qilib bir kun o'tdi va yana bir kun. Bu bizning uyimiz edi. Stullarimiz, gilamlarimiz, karavotlarimiz, devorlarimiz, muzlatkichimiz, hovlimiz. Unda shunchaki ovqat yo'q edi. Stullarni ham, karavotlarni ham yeb bo'lmaydi. Va bilasizmi, ochlikning o'zi unchalik dahshatli emas ekan. Aqlni ozdiradigan narsa uning tinimsizligi. Sen shunchaki o'tirib stol o'yinini o'ynay olmaysan. Har bir soniya navbat seniki bo'lmaganda va shunchaki o'tirganingda sen boshdan oyoq og'riqni his qilasan. 7-kun Saymon taxtani polga uloqtirdi. Qayerdadir olma daraxti bordir, jin ursin. Lukas ko'zini o'yin fishkasidan uzmadi. Oktyabr, hech narsa yo'q. Va yarim bak benzin bilan uzoqqa bora olmaysan. Atrofda ovqat to'lib yotibdi. Faqat u devorlar ortida. Saymonning ko'zlari yonardi. Ularni o'ldiramiz va olib ketamiz. Lukas pishqirdi. Keyin nima bo'ladi? Politsiya o'qlaridan o'lib ketamizmi? Isyon ko'targanimizdan bizni juda yaxshi ko'rishadi. Men yana onamga qo'ng'iroq qilishni o'yladim. Shunchaki uning ovozini eshitish uchun. Lekin mening qo'ng'iroqlarim uni yana va yana qo'rqitib, yangitib qo'yardi xolos. Ichimda nimadir sindi. Hatto tirik qolish yo'lini topsak ham, baribir ertami kechmi kommunalchilar keladi va bizning chiroqni ham, suvni ham o'chirib qo'yishadi. Yangi ijarachilar uyimizga ko'chib kirib, bizni butunlay e'tiborsiz qoldirishlari mumkin. Biz esa ularning yonida shunchaki jon beramiz. Saymon to'g'ri gapirmadi. Lekin do'konlarni unuting. Keling, odamlar ishda bo'lgan paytda shunchaki uylariga bostirib kiramiz. Qo'lga tushish ehtimoli kamroq. Biz kepkalar kiyib yuzimizga ro'mol bog'ladik. Juda uzoqqa ketishni xohlamadik. Baribir o'ljani ko'tarib qaytish kerak bo'ladi. Juda yaqin ham bo'lishni istamadik. Qo'lga tushish xavfi bor. Shuning uchun kvartal oxiridagi uyni tanladik. Soat 10 atrofida orqa hovlilar orqali yashirincha o'tib, garajning yon eshigi tutqichini bolg'a bilan urib sindirdik. Begona uy ichida bo'lish dahshatli edi. Atrofda begona hayotga oid suratlar va mayda-chuyda buyumlar sochilib yotardi. Kimdir mehmonxonada paypoqlarini yerda qoldirib ketgan. Eng yomoni, men bu joyning planirovkasini allaqachon bilardim. Uni ilgari ko'rgandim. Kvartal oxiridagi uyning oshxonasiga yashirincha kirganimda, yashil chaqnash aynan shu joyni yoritganini angladim.
Bu tush emasdi. Men jismonan kvartal oxiridagi xonalar va odamlarni o'nlab devorlar ortidan ko'rgandim. Lukas shkafni ochdi va dahshat bilan ortiga o'girildi. U yer bo'sh edi. Saymon muzlatgichga qaradi, faqat bo'sh yogurt qutisi turardi. Qanday qilib 4 farzandli oila ovqatsiz yashashi mumkin? deb pichirladim stol ustidagi suratga qarab. Lukas qotib qoldi. Agar bu ular bilan ham sodir bo'lgan bo'lsa, ular shu yerda bo'lishi mumkin degan fikrni Saymon ham o'sha zahoti anglab yetdi. Biz qo'rquv bilan oshxonaga alangladik. Balki qo'shnilar burchakda turib bizni ko'rib turgandir, lekin hujum qilishga jur'at etmayotgandir. Agar ulardan biri tashlansa, biz javob berishga ulgurmasdik. Biz yugurdik. Uyga qaytgach vahimada yangiliklarni titkilay boshladik. Mana gap nimada edi? Butun tuman bo'ylab ovqatlar yo'qolayotgandi. Politsiya hushyor holatga o'tgan. Rasmiylar esa xavfsizlikni kuchaytirishga chaqirishmoqda. Jin ursin. Lukas oqarib ketdi. Yashil yorug'lik faqat bizni emas, butun tumanni qamrab olgan. Balki undan ham ko'proq. Saymon divanga o'tirib qoldi. Demak, o'nlab oilalar bizdan oldin do'konlarni talagan. Endi biz aniq suvdan quruq chiqa olmaymiz. Men kuldim. Nega bilmayman. To'xtay olmadim. Go'yo butun dunyo bizga qarshi turgandek. Yoki dunyo emas, balki jamiyat. Boshqa odamlar. Har bir imkoniyat birin-ketin yopilardi. Biz tomondan, jamiyat tomonidan, yoki shu tuzoqqa tushgan boshqalar tomonidan. Men bularning barchasini absurd mexanik aniqligi ustidan kuldim. Sivilizatsiya soat mexanizmi kabi aylanib, bizni tutib, ochlikdan o'ldirishga harakat qilardi. Agar qolib ketsak, o'lamiz, deb kuldim. Yo'q, bu kulgi emasdi. Yig'lash. Ketamiz. Shunchaki ketamiz. Yoqilg'i tugamaguncha. Bizda benzin oz, dedi Lukas qat'iy. Yashirincha uylarni tunash o'limga teng. Agar bir necha mil ichida qolib ketadigan bo'lsak, o'lamiz. Hatto 1 soat yurishga ham kuchimiz yetmaydi. Hech qayerga bora olmaymiz. Uning umidsizligi Saymonga ham o'tdi. Qanaqasiga boradigan joy yo'q. Atrof uylar bilan to'la, ichida ovqati bor. Hamma semirib, to'yib o'lyapti. Biz esa ularning orasida ochlikdan o'lamizmi? Uning tabassumi telbalashdi, kulgisi esa tutqanoqdek chiqardi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Lukas do'stining yelkasidan ushladi. O'zingni qo'lga ol. Biz allaqachon do'zaxdamiz. Aqlni yo'qotish yechim emas. Hali imkonimiz bor paytda qaror qabul qilishimiz kerak. Yuzimdagi kulgu so'ndi. Bo'shliq qoldi. Biror fikr bormi? Lukas bizga qaradi. Biz odamlarni o'ldirib, ularni yemaymiz. Avvaliga u hazillashyapti deb o'yladim. Keyin esa tushundim. Bu haqiqat. Ha, bizning haqiqatimiz bunday narsani ham inkor etmasdi. Chunki baribir bizni izlab topishadi, hibsga olishadi va qamoqda o'lamiz. U bosh irg'adi. Saymon yerga tikilib qoldi. Shunday qilib biz vaqt katta tezlikda o'tayotganini tomosha qilib o'tirardik. Stol o'yinlarini o'ynashga harakat qilardik. Ba'zan ochlik biroz chekinardi. 3-haftada u yana 2 karra kuch bilan qaytdi. Parhez haqida hazillashardik, lekin hazillar tobora kamayib borardi. Sukunat bizni tobora chuqurroq yuta boshladi. 5-haftaga kelib Lukas suv ichishni eslatib turadigan taymer qo'ydi. Biz chanqoqni ham sezmay qo'ygandik. Hatto fishkalarga qo'l uzatish ham og'riqli bo'lib qolgandi. Oxiri biz umuman o'ynamay qo'ydik va shunchaki jim yotardik. Kutish va nimadir o'zgarishga umid qilishdan boshqa qiladigan ish yo'q edi. Qo'ng'iroq qiladigan hech kim qolmagan. Ovqat olishga imkonimiz yo'q. Hatto u bor bo'lgan taqdirda ham unga yetib borishning imkoni yo'q. Qorong'ulik va yorug'lik, tun va kun, fikrsiz va tanaffussiz bo'shliqning aylanma zanjiriga aylangandi. Oxirgi haqiqiy suhbatimiz o'z-o'zidan boshlandi. Buni yolg'iz boshdan kechirishimga to'g'ri kelmagandan xursandman. Sizlar mening eng yaxshi do'stlarimsiz, deb xirilladi Saymon adyol ostida titrab. Men sizlarni yaxshi ko'raman, yigitlar. Men ham seni yaxshi ko'raman, do'stim.
deb pichirladi Lukas so'nggi kuchi bilan. Ular javobimni kutishdi. Og'zimda so'lak to'planishi uchun 1 daqiqa kerak bo'ldi. Bu yaxshi yil edi. Men yotgan joyimdan ularni ko'rmasdim, lekin ularning tabassumini his qilardim. 7-haftaning 1-kechasida onamga yozdim. Faqat o'qildi degan yozuvni ko'rish uchun. So'zlarimni u tushunmasligini, bu unga og'riq berishini bilardim. Ammo menga o'zimning mavjudligimni his qilish zarur edi. Ana shu anglash lahzasi menga biroz ko'tarilib, Saymonga qarashga kuch berdi. U tiriklayin so'lib borayotgandi. Endi esa terisining qurib ketganini ko'rdim. Yuragim muzladi. Lukas, Saymon o'ldi. Javob o'rniga faqat bir nafas eshitildi. Yo'q, men bunday o'lmayman. Biz bu yerda qolmaymiz. Zo'rg'a gapirdim va tanamni turishga majbur qildim. Lukas tomon bir qadam tashladim va to'xtadim. Lukas nafas olmadi. Havo uning shishgan tanasidan chiqayotgandi. U bir necha kun avvalroq o'lgan. Men 2 jasad bilan bir xonada yotibman. Meni mashinamda hali chorak bak benzin bor edi. U meni qanchalik uzoqqa olib ketishini yoki qayerga borib qolishimni bilmasdim, lekin urinib ko'rishim kerak. Kirish eshigigacha yetib borishim uchun 10 daqiqa ketdi. Podyezd yo'lagidagi mashina esa go'yo millar uzoqligida tuyulardi. Eng yomoni mayda yomg'ir yog'ardi. Sovuq esa tanamni yuzlab pichoqlardek tilardi. Har qadamda gandiraklardim. Oyoq mushaklarim taslim bo'lishni iltijo qilardi, lekin men rad etdim. Santimetr ayvondan o'tib, mashinaga olib boradigan yo'lakka sudralib bordim. Shamollab qolasan. Hayrat bilan ortimga o'girildim. Mrs. Harvel ayvondan qo'l silkitardi. Yomg'ir yog'yapti azizim. Uyga kir. Siz meni ko'ryapsizmi? Xirillab so'radim. U yana qo'l silkitdi. Yomg'ir azizim. Tom ostiga yashirinib olgan ma'qul emasmi? Men qutqarildim. Ajoyib. Nega u meni payqab qoldi? Lekin orqamdan ovoz eshitildi. Rahmat, Mrs. Harvel. Hozir kiraman. Men ortimga o'girildim. Eshik oldida ryukzak osib olgan, yoshi men qatori bir yigit turardi. U oshxonaga kirib ketdi. U meni uyimda yashardi. U biz uning mehmonxonasida o'layotganimizni biror marta ham payqamadi. Mrs. Harvel meni ko'rmadi. O'sha yigitni ko'rdi. Bu meni mashinam emasdi. Meni mashinamni allaqachon qayergadir olib ketishgan. Men so'nggi umidimni yo'qotib, maysazorga qulab tushdim. Hech qanday resurs yo'q. Do'stlar, oila, ish, uy. Faqat o'lish qolgandi. Osmon meni ustimda aylanardi. Kulrang bulutlar qora tun bilan almashardi. Keyin esa moviy tong ko'tarilardi. Quyosh nuri ko'zimga tushardi, lekin meni o'girilib olishga kuchim yetmasdi. Va birdan yengillikni his qildim. Moviy va to'q sariq rangli chaqnashlar to'r pardasidagi tomirlarni kesib o'tdi. Boshimda, burnim ortida nimadir yorildi. Bir zumga yana bosh suyagimning suyaklarini ko'rdim, lekin yashil nur yo'qolayotgandek edi. Go'yo meni haqiqatga qaytarayotgandek. O'sha yigit uyidan mashinasiga chiqqanida meni maysazorda yotganimni ko'rdi. U meni ko'rdi. Keyin esa tuman. Shifoxona, haftalar davomida tiklanish, palatada televizorda jinoyatlar to'lqini va hech qayerdan paydo bo'layotgan jasadlar haqida gapirilardi. Hatto uylarda ham. Jamiyatdan bizni o'chirib tashlagan kuch go'yo bir necha hafta o'tgach, o'liklarni ozod qilgandek go'yo. Avval kattalarni oshxona va yotoqxonalarda topishgan. Keyin bolalarni. Bilaman, menga hech kim ishonmaydi, lekin baribir aytishim kerak, chunki boshqa hech kim qolmadi. Oramizda har kuni ochlikdan o'layotgan, sivilizatsiya mashinasidan ajralib qolgan, doimo jinoyat va umidsizlik yoqasida muvozana saqlayotgan insonlar bor. Siz ularni ko'ra olmaysiz, lekin ular bor va ertami kechmi topiladi. Biz yordam bera olamiz toki ular tirik ekan.
yoki kutib reallikka qaytgan keyingi jasad to'shagingizda yoki televizor ko'rayotgan divaningiz yonida paydo bo'lishini umid qilishimiz mumkin. Bu u yoki bu tarzda sodir bo'ladi. Balki hozir siz ko'rinmas chiriyotgan murda yonidasiz yoki u hali tirik, ammo ochlikdan o'lish arafasida. Hammasi muammoni o'z vaqtida payqay olishimizga bog'liq. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin.